Hurmatli obunachilar, bugungi manzilimiz Bog'iston katta yo'lni bo'yidan ikkinchi ko'chamizda. Qaranglar, aholi yashaydi bu yerda. Mana. Mana shu joyimiz 12 sotiq, srochni sotiladi. Mana shu yerdan o'sha boshlanadi. Puli ham zo'r chiqqan. Bu yerda gaz, suv, svetdan umuman muammosi yo'q, tortib qo'yishgan. 3 ta xonasi bor, poli bo'lgan, patologi va remont talab. Undan tashqari mana bu yerning fundamentini bir xonaga mo'ljallab, darvozaxona, keyin 3 ta xonaga mo'ljallab betonni quygan. Mevali daraxtlarimiz o'rik, naryoqda rosa ham ko'p giloslar bor, har giloslar. Joyimizning kengligini qaranglar. Kimga kerak bo'lsa, bu joyimiz sotiladi, 12 sotiq. Narxiga kelsa, narxi 21 ming dollar, yana kami bor, ozmoz, lekin zo'r joy, mana atroflari o'ralgan, kengligi, kattaligini qaranglar, rosa ham zo'r joyga joylashgan. Hurmatli obunachilar, tezda ulgurib qolinglar, rosa ham zo'r, puli ham arzon, sharoitiga gap yo'q, gaz, suv, svetdan umuman muammosi yo'q. Kimga kerak bo'lsa, pastda raqamlar qoldiraman. Bemalol aloqaga chiqib baraka qilishlaringiz mumkin. Manzilda eslatib o'taman, Rishtondan Bog'istonga kelganda bu birinchi ko'cha bo'lsa, asfaltlari bo'lgan, ikkinchi ko'chada mana aholi yashaydi, mana shu joyda.